Toshkent viloyati prokuraturasi tomonidan kommunal xizmatlar tizimidagi dolzarb masalalar, to'lov intizomi hamda aholiga ko'rsatilayotgan xizmatlar sifati bo'yicha tadbir tashkil etildi. Unda hududiy mutasaddilar ham ishtirok etib, tizim doirasida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan hisobot berildi. Yig'ilishda davlat rahbar tomonidan belgilangan ustuvor yo'nalishlar ijrosi doirasida ichimlik suvi, boshqaruv servis kompaniyalari hamda issiqlik ta'minoti korxonalarida olib borilayotgan ishlar tanqidiy ruhda ko'rib chiqildi. Qarzdorlikni qisqartirish, xizmatlar sifatini oshirish va tizimda ochiqlikni ta'minlash borasida muayyan natijalarga erishilgani qayd etildi. Shu bilan birga boshqaruv servis kompaniyalari faoliyatini yanada takomillashtirish, ko'p kvartirali uy-joylarga xizmat ko'rsatish darajasini oshirish va aholining yashash sharoitlarini yaxshilash masalalari e'tibor markazida bo'ldi. Bu borada prokuratura organlari tashabbusi bilan ishchi guruhlar faoliyati yo'lga qo'yilib, tizimli choralar belgilab olindi. Shtablarimiz tashkil etilgan, xodimlar biriktirganmiz, shu inspektorlarimiz, uzish guruhlarimiz, slesarlarimiz birgalashib shu bugungi kunda debitor qarzdorliklarni undirish va undirish imkoniyati bo'lmagan, to'lashni xohlamagan mijozlar, abonentlar deymiz, ularda tarmoqdan uzish choralari bo'yicha topshiriqlar berildi. Nazorat tadbirlari davomida noqonuniy ulanishlar, foydalanish tartibining buzilishi hamda hisob-kitob intizomidagi kamchiliklar aniqlanib, ularni bartaraf etish yuzasidan qat'iy choralar ko'rish zarurligi ta'kidlandi. Hamda kommunal infratuzilmani yaxshilash, mavjud tarmoqlardagi nosozliklarni bartaraf etish, energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etish orqali xizmatlar samaradorligini oshirish zarurligi qayd etildi.